Mamlakatimiz mustaqilligining 21 yillik tarixi zarvaraqlariga nazar solar ekanmiz. O'tgan yillar davomida davlatimiz tomonidan ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilganligining guvohi bo'lamiz. Bugun tumanimizning qay go'shasiga bormang, zamon talablari darajasida qad ko'targan maktab binolariga ko'zingiz tushadi. Xuddi ana shunday barcha zamon talablariga javob beradigan yana bir maktab binosi qad ko'tarib foydalanishga topshirildi. Tumanimizdagi Muhammad Amin Haydarov rahbarlik qilayotgan 35-umumiy yurtda ta'lim maktabida 120 o'rinli yangi bino qurildi hamda 240 o'rinli maktab binosi qisqa kunlar ichida kapital ta'mirlandi. Qurilish va ta'mirlash ishlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi ijtimoiy binolarning energiya samaradorligini oshirish loyihasi asosida amalga oshirildi. 19-sentyabr kuni maktabning ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda tumanimiz hokimi G'ofur Quvvatovich, loyiha rahbari Qahramon Usmonov, viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Mehriniso Pardayeva, viloyat hokimligi kapital qurilish injinering kompaniyasi bosh muhandisi Muzaffar Hayitov va yana bir qator mehmonlar ishtirok etdilar. Tadbirni tumanimiz hokimi G'ofur Quvvatovich ochib berdi. Bolajonlar, hurmatli mehmonlar, bugun mana 35-maktabda tumanimizning mana shu maktabida respublikamizning byudjeti hisobidan hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi ko'magida juda yaxshi bino qurilib foydalanishga topshirilmoqda. Mana shu bino bilan, mana shu o'quv maskani bilan avvalambor siz aziz ustozlarni, barchangizni, oqsoqollar sizlarni hammangizni, bolajonlar, o'quvchilar hammani mana shu yaxshi maskan bilan tabriklaymiz. Yaqindagina mana shu tumanimizda o'quvchilari, o'qituvchilari nomidan yana bir marta sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Juda katta rahmat. Barchaga mana shu maktab binosi muborak bo'lsin. Men o'ylaymanki, yoshlarimiz bu maktabda faqat a'lo baholar bilan o'qib, yurtga eng yaxshi farzandlar, eng barkamol avlod bo'lib yetishib keladi deyman. Shuning uchun hammangizni yana bir marta bugungi ajoyib bayram bilan, maktabni ochilish kuni bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum otaxonlar, onaxonlar, hurmatli do'stlar, hurmatli hokim buva. Avvalambor shunday bir chiroyli bayramlar bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Fursatdan foydalanib O'zbekistonimizning mustaqillik bayrami bilan, mustaqillik shodiyonasi bilan yana bir bor o'z nomimdan va loyiha xodimlari nomidan sizlarni muborakbod va tabriklashdan ruxsat berishingizni so'rayman. Ushbu O'zbekistonimiz shodiyonasiga bizning qo'shma loyihamiz ham o'zining bir arzimas ham bir kichik hissasi bilan, ya'ni shunaqa bir muhtasham, chiroyli, energiya jihatidan tejamkor bir chiroyli bir maktabni qayta rekonstruksiya qilib berganligi va uni sizlarga, aziz do'stlarga topshirganligi bilan o'z hissamizni qo'shganimizdan men bag'oyat xursandman. Maktab hammamizga muborak bo'lsin. Aziz bolajonlar, mana shu yerda o'tirgan hurmatli va izzozli ustozlarimiz,
bizga hammamizga bu yilgi bayram o'zgacha bir xursandchilik, o'zgacha shodiyona ulashdi. Chunki ta'lim, ma'naviyat, madaniyat o'chog'i bo'lgan maktablarimiz yangidan qad ko'tarib, o'zining shinam va yorug' xonalariga aziz bolajonlarimiz ko'zlarimizning oq qoralarini qabul qilib olishdi. Birgina viloyatimizda yurtboshimizning mana shunday mehribonliklari, viloyatimiz rahbari, tumanlarimizning hokimlarining sa'y-harakatlari bilan 19 ta ta'lim maskanlari yangidan qurilib, kapital ta'mirlanib, kapital rekonstruksiya qilindi. Va bu yo'nalishda qariyb 8 milliard so'm davlat xazinasidan mablag' sarflandi. Aziz yurtdoshlar, bolalarimiz uchun mana shunday maktablar bu ularga qaratilayotgan katta e'tibor, kelajakka bildirilayotgan ishonch. Chunki kelajagimizning quruvchilari, yaratuvchilari, ravnaqini ta'minlovchilari ana shu yoshlarimiz. Aziz yurtdoshlar, barchamizga shu maktab muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli bir kuz faslida xirmonlarni uyib, dalalarimizda va bog'larimizda mevalar g'arq pishgan damda har doim tinchlik, farovonlik, dasturxonimizda to'la nozi ne'matlar bo'lishini barchangizga tilayman. Bizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun barchalariga katta rahmat. Albatta qo'li gul va mana shunday chiroyli binolarni qurib bergan quruvchilarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xalq ta'limi boshqarmasi va o'zim nomimdan ularga barcha qurib topshirilgan hamma mana shu obyektlarimiz uchun ming bor tashakkur. Bugun meni shodligim, quvonchim nihoyatda cheksiz. Tumanimizda mana shu maktab ma'rif sohasida yana bir koshona qurilib, yana zamonaviy haligi issiqlik ta'minoti bilan alohida jihozlangan bir maktabni ochilishida ishtirok etayotganligimdan xursandman. Barchangizni va sizlar orqali mana shu tumanimiz ahlini, tumanimiz nuroniylarini, mana otaxonlarimiz o'tirishibdi, keksalarimizni, farzandlarimizni, ustozlarimizni mana bugungi shodiyona bilan bir yangi maktab bilan, yangi ta'lim o'chog'i bilan, bilim dargohi bilan samimiy muborakbod etaman va qutlayman. Ana endi haligi osmon bilan yerni farqi bor deymiz-ku. Xalqimiz tomonidan respublikada qurilgan 8 ta mana shunaqa bir ajoyib narsaning 3 tasi bizning viloyatimizda bo'lganining o'zi katta gap. Mana bugun endi mana shu yerda Alisher akalar bilan o'tiribmiz, hali kelgusi yilda quriladigan obyektlarimizning ko'pchiligi mana shu pilot obyektlar bilan birgalikda, hamkorlikda quriladigan bo'lib, viloyatda, rayonimizda, tumanimizda ko'plar mana shunaqa qurilishlar davom etadi. Bobur Quvvatovich, bugun siz aytib o'tdingiz, aytasiz deb o'ylagandim. Kelgusi yil bizning hozir planlarimiz ko'p, hali rejalarimiz juda ko'p. Xatirchini bazasini, katta kasalxonasini hozir kelgusi yil planga qo'yib, Xudo xolasa boshlab yoramiz. Nasib bo'ldi. Hozir aytdingiz, mana bu yerda basseyn yonidagi stadionni rekonstruksiya qilib, xalq uchun, xo'p, endi mana shu yerdagi bolajonlar uchun xo'p qilamiz. Bularning hammasi mana shu davlatimizning siyosatidan, mana shu davlatimiz rahnamoligida islomaganing qo'ldan mana shu rahnamoligida asosida bo'layotgan bir narsa. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Avvalo G'ofur Quvvatovich, sizga kattadan katta rahmat. Hali tumanimizning manzilli dasturiga maktabimiz kiritganingiz uchun. Qolaversa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qahramon aka sizga rahmat. Ra'no opa sizga, Alisher aka bir necha marta kelib monitoring qilib, bo'cha bu bunday bo'ladi deb ancha o'gitlaringizni berdilar. Sizlarga juda ham kattadan katta rahmat. Biz ustozlar, o'quvchilar va'da beramizki, mana shunday maktabga xos va bizni shu elni obro'yini oladigan yaxshi o'quvchilarni tarbiyalaymiz. O'quvchilarimiz ham shunga sazovor bo'ladi. Tashrif buyurgan mehmonlar yangi qad ko'targan maktab binosining ichki xonalari, sinf xonalariga kirib, o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbatlashdilar.
ular uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Keng va yorug', shinam, barcha zamon talablariga javob beradigan sinf xonalarda ta'lim-tarbiya olayotgan o'quvchilar bunday e'tibordan juda ham mamnun. Mana bugun 35-maktabda ochilish marosimida qatnashyapman. Bundan oldin biz o'qigan davrlarimizda bu maktabda umuman sharoitimiz yaxshi emas edi. 72-yil shu maktabni tugatganman-da. O'shanda maktablarimizda uncha issiq sharoitlar yo'q edi. Bunday chiroyli ko'rkam emas edi. Issiqxonalarimiz uncha issiq emas edi. Hozir yurtboshimizda shunchalik nimasi bilan shunday yaxshi maktablar, ilmgohlar qurilib, aziz bolajonlarimizga yaxshi topshiribdi. Biz ham deb tashakkurdan, bunday yaxshi tashabbusdan juda minnatdormiz. Mana shu tashabbusdan yurtboshimiz Islom Karimovdan juda minnatdormiz. Katta rahmatlar aytamiz. Biz ota-onalar nomidan hammamiz shunchalik xursandmizki, bolalarimiz shunday yaxshi, toza, ozoda, chiroyli maktabda o'qiyotganidan. Mana bolalarimiz Titopoya bu maktabga qadam qo'yayotgan kunida shunday yaxshi yangi maktabni topshirdi bugun. Bundan juda ham xursandmiz bizlar. Bu maktabni Haydarovga katta rahmat aytamiz. Quruvchilarimiz shunday yaxshi tez kunda qurib bitirgani uchun quruvchilarimizga ham katta rahmat. Yurtboshimizga, hokim buvamizga katta rahmat. Bundan keyin ilm dargohidan hamisha shunday ilm dargohlar qurilib topshirilaversinki, bizlar bulardan keyin ham biz ko'rib yuraylik, shunday yaxshi kunlarni ko'raylikda, farzandlarimiz, nabiralarimiz kelib o'qiganini ham ko'raylik. Sizlarga ham katta rahmat, shunday yaxshi kunlarda kelib qatnashganlaringiz. Respublikamizda ta'lim sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Zamonamiz yoshlariga ko'pdan ko'p sharoitlar yaratilmoqda. Mana bizning ham chekka hudud hisoblangan Yangirobod qo'rg'onimizda ham shunday zamon talabiga javob beradigan yangi, shinam va ko'rkam xonali yangi maktab binosi qurib berilishdi. Eski maktabimiz ham qayta ta'mirlandi. Men o'ylaymanki, javoban bizni yoshlarimiz ham, kelajak egalari hisoblangan yoshlarimiz ham kelajakda O'zbekiston ravnaqiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman. Ushbu Xatirchi tumanidagi 35-sonli muhtasham chiroyli yangi maktabimiz 2009-yilgi davlatimizning investitsion dasturiga qayta kapital rekonstruksiya uchun dasturga kiritildi. Ushbu dasturga kiritilgan ushbu maktabning qayta rekonstruksiya ishlarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Global Ekologik fond va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining O'zbekistondagi ijtimoiy binolarni energiya samaradorligini oshirish qo'shma loyihasi ham o'z hissasi bilan birgalikda amalga oshirildi. Ushbu maktabga O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan 450 milliondan ziyod mablag' ishlatildi. Shu bilan birgalikda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shma loyihasining byudjetidan ushbu maktabimizning energiya samaradorligini oshirish maqsadlariga 130 milliondan so'mdan ortiq mablag' ajratildi va ko'rib turganingizdek ushbu maktabimiz boshqa maktablardan farqli tarafi
yilning hamma fasllarida, ayniqsa qishning sovuq kunlarida ushbu maktabimizda issiq, iliq, qulay sharoitlar o'quvchilarimizga yaratib berilgan. Ushbu maktabimizning boshqa maktablardan yana bir farqli tarafi, maktabimiz boshqa maktablardan kamida 25-30% energiyani kam xarajat qiladi va shu bilan birga atmosferaga chiqadigan zararli is gazlarining chiqishi ancha kamayadi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, loyihamizga ajratilgan qayta qurilish va yangi qurilish uchun ajratilgan 8 ta namunaviy obyektdan 3 tasi Navoiy viloyatida. Ya'ni Navoiy viloyati xalqiga, Navoiy viloyatiga bo'lgan o'zgacha hurmatimiz ana shu raqamlar bilan izoh beriladi. Tadbir yakunida maktab direktori Muhammad Amin Haydarov eski maktab binosini zamonaviy ko'rinishga keltirgan. 120 o'rinli yangi maktab binosini qisqa kunlarda sifatli qilib qurib bitkazgan quruvchilarga minnatdorchilik ramzi sifatida esdalik sovg'alarini topshirdilar.